Mamlakatimizda sanoat va tadbirkorlik rivojlangani sari qo'shimcha sharoitlarga ehtiyoj tug'ilmoqda. Davlatimiz rahbarining Toshkent shahrida kichik sanoat zonalarini tashkil etish to'g'risidagi qarori tadbirkorlar uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochdi. Mazkur qarorga asosan poytaxtimizning Yunusobod, Mirzo Ulug'bek, Olmazor, Chilonzor, Mirobod va Bektemir tumanlarida kichik sanoat zonalari faoliyati yo'lga qo'yilib, ular bugungi kunda samarali ishlayapti. Masalan, Bektemir tumanida sanoat hududida qurilish materiallari, elektrotexnika, mashinasozlik va kimyo sanoati kabi yo'nalishlarda mahsulotlarni ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan. Ularni eksport qilishga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu yerda 500 ga yaqin yangi ish o'rinlari yaratilgan. Masalan, ushbu sanoat hududida faoliyat yuritayotgan Energomax korxonasi tomonidan transformatorlar, nim stansiyalar, jumladan kuchlanishi 1 kilovatdan 35 kilovatgacha, quvvati 1 kVdan 40 megavatgacha bo'lgan elektr qurilmalari ishlab chiqilmoqda. Bugun tadbirkorlar aynan mana shunday zamonaviy texnologiyalar orqali mahsulotining sifati va hajmini oshirmoqda. Sababi avvallari 2-3 soat vaqt sarflangan bo'lsa, bugungi kunda ushbu texnologiyalar orqali attiga 2-3 daqiqa mobaynida tayyor mahsulotlar ishlab chiqarilmoqda. O'tgan yili korxona tomonidan RF qurilishi elektromas'uliyat cheklangan jamiyati bilan hamkorlikda elektromobillar uchun quvvatlash uskunalari, transformatorlarning ehtiyot qismlarini ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. Наша компания PayConnect является официальным дилером. Bizning kompaniya RF qurilishi elektro korxonasi bilan hamkorlikda elektromobil qurilmalari va quvvatlash uskunalarini ishlab chiqarmoqda. Hamkorlikda ishlab chiqarilayotgan elektr qurilmalari va mobil ilovalar nafaqat mahalliy bozordagi talabni qondirish, balki xalqaro miqyosda raqobatbardosh mahsulotlar yaratishga ham qaratilgan. Elektromobillarni quvvatlash uskunalari va yangi energiya manbalari orqali barqaror rivojlanishga hissa qo'shish, ekologik tozalikni ta'minlash va resurslardan samarali foydalanish borasidagi maqsadlarimizga erishishni rejalashtiramiz. Bu yo'nalishda olib borilayotgan ishlarning har bir bosqichi innovatsion texnologiyalar va yangi ishlab chiqarish usullari bilan mukammallashtirilmoqda. Biz ushbu loyihalarni amalga oshirishda mahalliy kadrlar va muhandislarning malakalarini oshirishga ham e'tibor qaratmoqdamiz. Shu orqali elektrlashtirish va barqaror energiya loyihalaridagi boshqa ishlamalarga tayangan holda mahalliy ishlab chiqarishni jadal rivojlantirish va yurtimiz iqtisodiyotiga salmoqli hissa qo'shish maqsadida ish olib boramiz. Ayni paytda korxona mutasaddilari xorijiy hamkorlar bilan Buxoro viloyatining Olot tumanida import o'rnini bosuvchi mahsulotlarni ishlab chiqarish hamda sanoat ishlab chiqarish hajmini oshirish loyihalarini amalga oshirmoqda. Loyiha Dubai Inter kompaniyasi tomonidan 30 million AQSh dollari miqdorida to'g'ridan-to'g'ri investitsiya kiritish orqali amalga oshirilmoqda. Uning birinchi bosqichida elektrotexnika uskunalari hamda elektromobillar uchun quvvatlash uskunalari, transformatorlarning ehtiyot qismlarini ishlab chiqarish rejalashtirilgan. Ayni paytda korxonaga ajratilgan yer maydonlarida tekislash va kotlovan ishlari olib borilmoqda. Korxonaning birinchi va ikkinchi bosqichi to'liq ishga tushgach, yillik quvvati 10 ming dona elektromobillar uchun quvvatlash uskunalari ishlab chiqariladi va 600 nafar yangi ish o'rinlari yaratiladi. Bizning korxonamizda elektromobillarga quvvatlovchi uskunalar ishlab chiqariladi. Yillik quvvati 5 ming dona. Hozirgi kunda ushbu loyihamizni kengaytirish maqsadida Buxoro viloyati Olot tumanidan 6 gektar yer ajratilgan. Dastlabki loyihani amalga oshirishimizda 120 ish o'rni ochiladi. To'liq ishga tushgandan keyin 500 ish o'rni ochish nazarda tutilgan. Bundan tashqari bu yerda import o'rnini bosadigan sifatli mahsulotlar o'zimiz ichki bozor va eksportga chiqarish rejalashtirilgan. Mazkur loyiha mahalliylashtirish doirasida yangi turdagi elektromobillar uchun quvvatlash uskunalarini ishlab chiqarish hamda ichki bozorni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Loyiha orqali sanoat ishlab chiqarish hajmi ko'paytirilib, mahalliylashtirish dasturlari ijrosi ta'minlanadi. Pirovardida yangi ish o'rinlari yaratiladi.